Akalar, hammaga assalomu alaykum cho'tam. Akalar, to'g'risini aytsam, настроением o'ldi. Men вообще previewni ham qilib, haligi ya'ni YouTube'dagi kartinkani ham qilib, ko'p o'yinchilar chiqadi deb o'yladim, Van Dijklarni kutuvdim. Lekin afsuski chiqmadi. Mayli, boriga shukr. Bundan boshlaymiz akalar. Ochyapsizlarmi, ochmayapsizlarmi bilmayman. Kimga nima tushyapti. Menga короче o'tgan safar 16 tushdi, bugun ko'ramiz kim tushadi. Uzr, tomoq sal og'riyapti. Shuning uchun videoni qilmayotgandim. Ketdimi mashina? 19 tushib bo'lsa edi. 13, 19 da mana 3 qo'shsalar 9 bo'ladi. 19 bo'ladi. Voy mana. Liga chempion. Lopesni olamizda, Lopesni. Endi shuncha to'plaganim deydi-yu. O'tgan safar 16 tushdi. 19 tushganlar bormi, yozib qo'yinglar bo'lsa. Tak, dальше. Kerak emas narsalardan boshlaymiz har doimgidek. Lopes. Shu yoqmaydi shu ati bor. Короче, liga akalar, liga banglat yotishibdi. Shuncha odam bor вообще. Ko'pchilik chiqarib yubordim. Kecha nimaga chiqarib yubordingiz aka deyishdi. Sababini ko'rsataman akalar. Tak, qani edi. Mo'izamiz. Ko'ryapsizlarmi? Aktivность degan bor. Masalan, meniki 2,5 mingta. 2,5 mingtadagi Ronaldodagi. Hatto 1000 qilinglar akalar. Real Madrid kecha qo'shildi, mayli. Yangi qo'shilganlar, lekin bir haftaning ichida ya'ni nollar bor bir haftaning ichida yoki 200-300 qilganlar bor. Shuning uchun chiqarib yubordim ko'pchilikni. Men o'zim chiqardim bu safar. Ko'pincha admin chiqaradi. Videoga men chiqarsam videoga chiqaraman. Shu hatto 1000 qilinglar. Men 700 larni kecha chiqarmadim ataylab. Undan pastlar chiqarib tashladim. Bitikda 700 larni ham chiqarib yubordim. Bu ya'ni o'ylamaganlik uchun. Bu bolalar 10 mingdan aniq qolishyapti-da. Nima deydi? Mana yana biz birinchi o'rinda ketyapmiz уже. 10 mingdan aniq qolyapmiz. Bu hali tushmabdi. Buniki endi tushar ekan. Bir pasda tushib qoladi. Shuning uchun akalar o'ynanglar iltimos. Hatto 1000 qilib qo'yinglar. Bo'lmasa chiqib ketinglar o'zingizlar anaqa bolalarga beraylik, o'ynaganlar olsin. Ya'ni haqqoniy bo'lsin degan niyatda chiqarib yubordim. Shu boshqa anaqa yo'q, pretenziya yo'q. Tak, dальше nima? Обмен akalar, обменga Saliba ketdi. Akalar, Saliba zo'r kartochka, здоровый. Bo'yi anaqadan ham baland bo'lish kerak. Hozir Gabrieldan ham va qaranglar, solishtiramiz ikkalasini. Solishtirganimizda qaranglar. Skorost bir xil, udar, pas, dribling balandroq, оборона bir xil, fizikasi jicha past, lekin dahshat. Buni игровой stili boshqacha buniki. Buniki jostki отбор qiladigan stil bu. Yetib olib chop olib qo'yish mumkin shunaqa, lekin yiqitib yuboradi. Penalti ko'p ishlaydigan kartochka. Shu babi yomon emas, ehtiyot o'ynasanglar bo'ladi. Ehtiyot qilib. Tavsiya qilaman, iloji bo'lsa olish kerak. Unaqa ko'p emas ekan, bitta 19 kerak ekan. Ne нужно bitta ham 5 ta qo'yasizlar. 18, 17. Menga kecha kuni nima tushib, Saliba kim deyapti. Olis tushib qoldi 118-chi. Olisni qo'yamiz, bitta 17. Bu yoq olaman buni men. Yaqin kunlarda olib tashlasam kerak. So'mni o'tgan safar ham forwardmidi yo forward qilib qo'yishdimi? Forward bo'lib qolibdi. Bu ham qolibdi. Bu degani keyingi o'yinchilar ham qolsa kerak, значит. Sezonda oxiriga borib to'plab tanlab olsak bo'ladi. Shoshilmanglar shuncha akalar, shoshilmanglar. Shu bular keldi. Dальше. O'yinchilar dальше. Shu boshqa hech qanaqa bunaqa narsa yo'q. Nima bor aytsa. Bu yoqqa o'zgardi ozgina. Tak, mana O'zbekistonda buyuk treneri Cannavaro shular kelibdi. Buni ham o'tdi. Koshmarniy rejim. Bitta asasi qiynaldim dedi. Kecha streamda bitta o'yinda o'tib qo'ydim. Ja qiyin emas ekan. Zov natsiy. Tak, bu yerda ikkinchi nedela, ikkinchi haftalik shu nagradalar.
Bet har kungi shu o'zimizni trenirovka. Любойni o'ynasanglar bo'ladi. Osonroq tepadagisi ko'proq o'ynaysizlar. Men o'rtadagisini o'ynab qo'yyapman, ozroq o'ynash uchun shu. Bu yerda ham nagradalar. Dinamический общийga yangi o'yinchilar kelibdi. Yangi o'yinchilarimiz tanlab olasizlar. Menimcha bu yerda Fernandesni olish kerak. Fernandesni olish kerak. Tak, kumirlar kelmagan shekilli adashmasam. Tak, Pedro Porro olsa ham bo'ladi menimcha. Shu bitta tanlab o'zinglar xohlasanglar qanchani olsanglar shuncha yaxshi. Ko'proq olsanglar aytib anaqa olasizlar. Ammo o'zgarmabdi. Kumirlar o'zgarmabdi. Shu boshqa bir o'zgarish yo'q. Men lekin to'g'risi ko'p o'yinchilar kutuvdim. Hamyod rasosan chiqarishdi. Buni ham o'ynab turinglar. Nagradalar tushadi. Tem bo'lib bu yoq ochiladi. Tak, вроде adashmasam всё. Boshqa narsa qolmadi, bir yangilik yo'q. Video qilay desang, anaqalar ham yo'q-da. Ezilib ketyapti. Nima ezilib ketyapti bu? Men rukashoplik qilyapman yo ezilib ketyapti. Yangilik yo'q boshqa. Всё. Shu o'yinchilar chiqqan. Mateus, hozir o'zbeklarimiz o'zimiz Volli yoki kim edi boyagi bratishka populyarniy FC Mobile bloger bratishka ismi esimdan chiqib qoldi. Nima deyapti? Hamma biladi. Shuni atini yozib qo'ysizlar o'zinglar. Urachga ham Mathaus deydi по-любому. Yo'qsa Mathaus. Короче, Mateus bu CZ ham bo'lib o'ynash kerak. Top CZ 3 ta pozitsiyada o'ynar ekanlar. CP'da zo'r bo'lsa kerak. Topda ham sentralli ham bo'lmaydi. Bo'y pas. Atak, skorost, udar, dribling hamma yo'q o'zi. CP'da zo'r bo'ladi. Tem bo'ldi noti bor. Tushib qolsa yaxshi. Olsanglar ham CP'ga boradi. Kichkinagina zo'r. Bo'y men bilan teng ekanda. Zo'rgina o'yinchi. Yana naryadalik ko'raylik-da. Короче, mana qilgan qaranglar. Draft сборных A deb turibdi. A, B, C 3 tada shular chiqar ekan. Yo'q, Mateus qolar ekan, qolganlar o'zgarsa kerak 19lar. Shu keyingisi tam D, Y, Y bir bola harflar yana bukvalar shunaqa bo'lib qo'yibdi A, B, V qilib. Men o'yladim, men hamma o'yinchilar chiqatamkin desam yo'q. Shik, Bich, Jimenez, Bich cho'loq bular 3 oyoqlilar. To'liq obmenga tiqamiz. O'ynatib bo'lmaydi bularni. Bu Kim Min-ji bo'limini o'ynatsa bo'ladi. Bo'yi ham baland, shunaqa adbor qiladi, lekin tez charchaydi. Buni o'zligi 4. Tezroq charchaydi boshqa kartalarga qaraganda. Obrona 150 yaxshi, fiz podgotovkasi ham yaxshi. Skorosi boshqalarga qaraganda pastroq. Nima o'ynatsa bo'ladi. Tushib qolsa, sashniga bo'lsa o'ynatsanglar bo'laveradi. Men ham o'ynatib berardim. Fizikasi sal pastroq ekan lekin. Bo'ylari yaxshi, baquvvatgina. Mateusni maslahat beraman. Tushib qolsa, olib yurmanglar, nima qilasizlar? Boshqa o'yinchilar achyapti. Mateusdan boshqa. Qolgan hammasi bichlar. Eng qizig'i qaranglar. Qayerdan ko'rsa bo'lardi. Emblema komanda. Tak. Bitta nagradan oldim bu yerdan. Ketib qoldi. Kiramiz. Игрок. Akalar. Общий o'yinchilar qaranglar. Pastda burchakda o'ng tarafda burchakda 549 ta o'yinchi bunaqasi bo'lmagan hali beriga. 549 ta o'yinchi kelgan. 549 ta o'yinchidan bir 5-6 ta normalniy o'yinchida. Mana qarasanglar, Eusebio, Ferdinand, Ronaldinho, Carlos o'rni bular hali даже nima qilingani yo'q. Yani bu yerda bor, lekin hali o'yinga bizga berilgani yo'q. Shuncha o'yinchi bor, normalnisi yo'q. Hayron qolasan. Shular chiqadi, mana shoshmasanglar, Ferdinand chiqadi, Ronaldinho, Eusebio. Kim bor bu yerda yana? Baumgartner, CP'shni ekan, bilmayman даже kimligi. Mbappe chiqar ekan yana. Salibani ko'rdik. Saloh chiqar ekan, Saloh yaxshi lekin. Arda Güler, Rafinha, Casemiro chiqdi. Davis bor ekan mana akalar. Kimlar bor yana? McTominay, Gyökeres, Holland,
Jimenez, Jimenez emas, Rodriguez, De Bruyne, Yamal, Van Dijk kutyapman men. Van Dijkda Yunotda bor ekan Dembele. Musiala, Modric yana. Messining qizig'ini qaranglar, oyog'ini qaranglar. Nima deyapti? Star Pass'dagisi ham 4-5 ekan, bu ham 4-5 ekan. Ya'ni 5-5 oyoqli Messilar endi yo'q bo'ladi shekilli, yoki shunaqa qimmat kartalar bo'lsa chiqadi. Ronaldo har doimgidek. Ronaldo buni fizikasini pasaytirib qo'yishdi, qaranglar. Vыносливость 4,5 4 qilib qo'yibdi. Shoma bratishka. Skoristlar, udarlarni ko'paytirishgan yaxshi, 118. Обменga yaraydi lekin. Обменga yaraydi Shoma. Pulisic bor ekan, Bellingham. Короче, yaxshi o'yinchilar kutyapti bizni. Chiqadi shular hammasi sekin-sekin. Dembele 118 qilib qo'yishdi. Hayron qilasan bularni. Lekin oyoq 5-5, vыносливость pastroq. Ну, ko'pchilikda Dembele bo'lar ekan, хотя бы. Varatarlar kamroq. Bonu yaxshi lekin kecha ko'p save qildi, menga qarshi tushdi. Lekin 2 metrlik Kurtuvoda. Kurtuvani ravniga Kurtuvo yaxshi ekan, olorish kerak. 2 metr. Endi buni 120 lar chiqib qolsa o'sha zo'r bo'ladi. Hozircha 119 lardan bizda shu David Raya bor, boshqa yo'q adashmasam. Agar birortasini o'tkazib olmagan bo'lsam, David Rayadan boshqa varatar yo'q 119 lik. Shu akalar. Bu o'yinchilar chiqdi deb aytganda, lekin o'yinimizda hali paydo bo'lmadi. Tak, nimani aytaman yana? Ravnida akalar. 20 ga chiqib qolmadim. 18 ga chiqib tushib, yana qayta 15 ga chiqdim hozir. Internet stabil emas. Bu yoqda вообще o'ynaganim yo'q. Bo'lgan shunday. Trener rejimda 28 ga chiqib 21 ga tushdim. Dalish ko'tarilmayapti, chunki 27-28 lar urib tashlayapti. Over baribir ish qilib qo'yadi. 27 to'ganda o'sha 50 ga bo'lasdim. Atak taktika so'raganlarga shu mana taktikani ham ko'rsatib o'taman. Shu bilanlar chiqdim. Boshqa hech narsa yo'q. Ya'ni kontent olish uchun bir nima yo'q. Sastav shu akalar. Kecha o'lis tushib qoldi streamda. Jumadil degan bir aytishgan. Aka Jumadil deb oching dedi. Jumadil deb ochdim. Tushib qoldi o'lis. 118 anaqadan shu sportsmenlar anaqasini ochdim. 3 ta to'plab qo'ydim. No, udari yaxshi ekan. Udari bu yoqda past ko'ringan bilan bitta udari joy baland emas, ya'ni 86, 186. Lekin вообще bu qalat tepar ekan. Knuckle ball deydi-yu, qiyshayib ketar ekan to'p. Passi zo'r ekan. Pas вообще ana kumushlik anaqasi borligi uchun tiki-takasi paslari zo'r. Driblingi ham yaxshi, no tez charchab bo'lar ekan. Va skorost pas ekan. No, tushib qolsa ozgina o'ynab tursangiz bo'ladi, vaqtinchalik, lekin atak abinga ketadi. Shunaqa kelar. Endi ozgina draft ochamiz, nima qilamiz boshqa? Nima bu chiqib turibdi hali? Yangi o'yinchi qo'shilib shekilliga. Ha, no da mana Iniestalar qo'shib, Luis Figo, Sanchez. Men bu haligi o'ta ko'p tanat qiladigan odamlarga bor endi. Nima kerak bor bilmayman. Haligi top 1 da yuraman desanglar, shularni olishga majbursizlar. Shularni olsanglar top 1 da yurasizlar lekin. Tak, ketdi unda akalar. Ozgina draft ochamiz. 10 ta sotib olmayman mayada. Haligi oltin draftlar yo'q bo'pti, shunisi yaxshi bo'lmabdi. Oltin draftlar kuniga 3000 dan berib turuvdi. Kuniga 3000 dan. Tak, resurslar. Shu yerda. İşte. Va yana 5 ta. Yani 2 ta olsa bo'ladi. Bu sefer to'plamadim, ko'p ochib tashladim. Boya kuni ham 30 ta ochuvdim. Videoga oldim, hech narsa tushmadi qarasam. Video chiqargim ham kelmadi. Garant kecha 31 ta bor, bizda 23 ta. Qani garant kecha tushib qolarmikin? Qanday qilsa ekan? Bittalar ochaylik akalar, 13 tani. Tushmasini 10 tani bitta uramiz. Ketdi bittalar, bismillah deb. Beach. Yana beach. Lekin emblemani ko'tarib olamiz ekan akalar, ishona olinglar. Beach.
Lekin o'ta серьезный ishlar tushadi. Bitta ham walkout yo'q. Bitta walkout belli. Ana. Koreya. Forward. Непонятный клуб. Sogusun. Yo, Chogusunmi? Chogusun aka. Yana bich. Mora. O qaranglar qo'shilishini mana. Shuni jilib kessada bor u. Polni. Walkout menimcha. Da, walkout. 15 lik yana menimcha. Sap. Yana tigr bashara. Kastrop. Atni qaranglar. Ajoyib. Tak yana bich. Даже bit 16 lik yo'q bor u. Voy bala. Tak. 3 ta qopti. Walkout tushdi menimcha. Hozir oğlum. Meksika. Sap. Meksika klubidan 115. Pineda. Sokin varay dedim. Так. Bu walkout неужели? Bu ham повторка shu Pineda shekilli. Yo'q, LZ deyapti. Meksika. Shu Pinedami? Ha, Gallardo. Gallardo 16 birinchi marta. Boyagenda tushgandi. Shu menga boyagi. Birinchi ochdim shundan. Shunda dadil berib yubordi safdan. 17 lik shekilli. Tak, Vorotar. Afrika bir bola degan klubidan Williams. 117. 10 ta ketdim akalar. 5-10 ta bu yo'q, endi tushsa 8 ta qoladi. Ketdi 10 ta. Hoppa, berdi bir narsa. Chexiya. Forward. Shik tushdi. Shik. Shik tushdi. Ha. Chumoshnik bilin. Mayli, yaxshi bo'ldi akalar. Abmenga yaraydi. Abmen qilamiz. Ko'nglim sezgandi shuni. Plashga aytganda sizga tushaverar ekanda deganda, abmen qilamiz. Qanday go'zal bu ona. Shunda kiramizda hozir. Buni joyiga qaytaramiz. Перенос trenirovka qilamiz. Kimga o'tkazib beraylik? Tak, Snyderga o'tkazib beramiz. Kecha ko'taruvdim ha. Ko'tarmay turmayman, bekordan. Anaqalar ketdi. Trenirovkalar, trenirovочный deyman-da nima? Rang ketdi. Tak. Betga. Shik. Bu ekka. Qani? Olis qani Olis? Vorotar qo'yildi. Olis tegdi. Olib tashladim u sostavdan. Ha, olmabman. Zapaska tushib qolibdi. Abmen. Не понял. To'xtanglar, что-то не то qilyapman meni. Olib tashladim, ikkinchi sostavim yo'q. Yo'q, tushmaydim bu. Bu tushmaydi shekilli akalar. Bu ikki faqat anaqa abmen bo'ladi shekilli. Tak. Игроки The World Games deyapti. Tushmar ekan Dajbek. Voy bilin. 18 lar eng arzon ish pul endi. O'g'lim men video qiladim. Ukalar uylansanglar shu xotininglarni soginglar bor. Olib kirma desang ham olib kirib kelaveradi bular. Video qilib olay desam. Bo'pti, men hozir deydi bo'ldi shu. 18 lar The World Games. Kim bor The World Games 18? 18 lar yo'q даже нормально. 19 lar bor ekan. Men ham qila olmaymiz akalar. Uzr. Omadimiz kelmabdi bu safar. Husanov 14 mingga yetadimi menda hozir? Qani men o'yinchilarim?
Qani, avtovыбор. 7 olib turib menga tiqib yuboraman Husanovni. 15 ketaversin mayli. 5000. Tak. 1,5 ming forward. Bu ham ketdi. Bu ham 17 qolish kerak. Shunda 7000. Tak, 11000. 11000 bo'lyapti. Olisni ham tiqib yuboraymi? Olisni ham tiqib yuborsam. Qo'sh, 10000, 14000. Ketdimi akalar? Ketdi. Yo'qolib turaversin. Ya ketdi onasini hepsi. Ya Olis qolsin, men tiqib yuboray. Qani? Maldinimi haylashaylik. Maldini vaqti keldi-yu, все-таки. Maldinimi haylashamiz. Перенастроировки. Так. Kimga o'tkazib tashay? Jamda past o'yinchilar yo'q, shunaqa tiqib yuboray birortasiga. Maldini bilan haylashamiz bo'ldi akalar. Payti keldi, voy, ona yana bir olmabman. Tak. Endi obmen qilamiz. Obmen emas, qani aniq transfer qilamiz. Короче, sabr chidamadi akalar. Nerv tugagani uchun obmen qolaveramiz. Ko'mirlar o'zi kutish kerak edi bularda 16 bo'lishini. Kutib o'tirmayman men. Qolaverdi ham. Tak, bu qolish kerak. Bu uramiz. Shik qolish kerak. Olis qolish kerak. Maldini. Qani? Подтвердить. 13000. Buni yetmay qolar ekan. Olis до свидания. Menga farqi yo'q hozir. Ketdi bu ham. Endi игроки. Husanov, Jon Husanov. Qani siz Husanov 15000 ga Llorente bor ekan. Bu bunaqa tushmaydi esa. Qani Husanov, mana. Husanov o'zi varatar kerak menga bunu. 11000 ga Perish bor ekan. 13000 ga Jon Neves. Eng arzoni kim? Eng arzoni Perish ekan. Подписать. Videosini ko'rib qo'yaylik. LV Ivan Perisic. Yaxshi o'yinchilik hayotda. Bo'l, endi to'shni yetadi akalar. Yana qachon qilmagan bo'lsam to'shni yetadi. Ivanushka. Saliba. Yana video chiqmaydimi? Yomon qilishdi-yu. Сборная Франции. Центральный защитник. William Saliba. Bizni sostavda akalar. Наконец-то достойный sherik topildi. Достойный sherik. Повышение ранга. Rang ko'p akalar. Dальше. Polniy prokatga beramiz. Chunki Fabr Van Dijk ham plus-minus shunaqa chiqadi. Даже может быть slabiyroq chiqishi ham mumkin. Van Dijkni qaradimmi? Qaramadim. Van Dijk ko'raylik akalar. Van Dijkni hozir bir sravnение qilib ko'ramiz. Agar bo'lsa. Очки навыки. Защитник. Так, пас, дриблинг, защита. Защита? Физподготовка. Dribling bilan pas nima kerak bunga? Rezultativность kerak lekin. Rezultativность kalla bilan urgani yordam beradi. Подтвердить. Bo'ldi. Trenirovkani bosish kerak endi. Trenirovka yetmay qoladi hozir. Mendan olish kerak resurslardan. Olaylik. Saliba. Zo'r bo'ldi akalar. Tiqib yubordim lekin menga o'xshab shoshilmanglar. Bitta ochko qolib ketibdi. Ha, bitta qolib ketib qopti.
Ha, unda anaqa qilamiz, fizpodgotовка yana. Takansiz urmabman-ku. 4 ta qolgani hozir esda yo'q. Tak. Qani boyagi? Перенос тренировки qilib boyagi bu yoqda bichdan. Unda o'tkazadimi? Перенос тренировки. Ya даже перенос не надо. Shunda yegizib yuboramiz o'zini. O'zini yegizib yuboramiz. Qani shu o'zi? O'zi qani? Mana. 29. O qizim. Ko'pga qilib berdim. Senga ko'pga qilib berdim. Bo'pti. Ana shodi. Ana yetsasan. Bo'ldi. Tak, buni tiqib olmaymiz. Короче, Buni nega? ozgina Snyderdan o'tkazib qo'ysak, перенос тренировки. Akalar ko'rdinglarmi? Anaqa o'zini yegizib olsanglar bo'ldi. И bular перенос deb oldim. Bundan bunga emas. Salibaga. Ochib qo'yam ketmadi dash. Bo'ldi. Moshni bo'ldi akalar. Moshni bo'ldi. Solishtiramiz. Udari pastroq, оборона +1, fizpodgotовка +2. Почти bir xil ikkalasi. Cho'tki yo'l защита. Menda o'ng taraf qoldi. O'ng tarafga ham bor aslida. Shu sostav hozircha shu. Video ham necha minut o'tib ketdi o'sha. 26 minut o'tib ketdi. Subhanalloh, cho'zib yuboribman akalar. Dakansiz ko'rganlar kam bo'lsa kerak. Shunaqa kerak emas hozir unaqa narsalar. Anaqani ko'rmoqchi edik. Emblemga kiramiz. Van Dijkni ko'rmoqchi edik. Van Dijk. Virgil van Dijk. Tak, keldi sırayını bu bilan anaqasini pasaytirib qo'yishdi, buni ham qaranglar, vnosli o'sdi. Lekin yenot zashning keyin kerak narsa emas. Давайте сравнить qilamiz. Moy игроки. Kim bilan desanglar, Gabriel bilan Saliba. Skorusi pas, udari balandroq, dribbling. Короче, Van Dijk bu yil dam olar ekan. Детальная statistika. Bo'yi, короче, men to'g'ri bu bir qilibman. Saliba, lekin Van Dijk ham yomon emas. Shu akalar, shu bilan video tugadi. Tushunmovchiliklar bo'lsa yozasizlar. Liga to'lib yotibdi. Qo'shilib olinglar. Условиясini shu yerga nima qilib qo'yganman. Zayavkadan ko'ra hop, brachka bor. Telegram kanaliga silkasini qoldirib qo'yaman. Telegram kanal ochib qo'ydim shu yerga. Shu yerdan qo'shilinglar. Bo'pti akalar, hammaga yaxshi kayfiyat, omad. Biz videoni tugatamiz.